Yoshim 51da desam, ko'pchilik patsientlarim hayron qolishadi. Bu yoshlikni saqlab qolish uchun asosiy sababini, asosiy muolajamni ko'rsatmoqchiman sizlarga bugun. Bu botulotoksin. 36 yoshimdan beri botoksni qilib kelaman. Yilida 1 yoki 2 marta. Hozir bu protseduralarni ajinlarni yo'qotish uchun va естественный tabiiylikni qoldirish orqali tochkalarni ko'rsatamiz. Buning uchun biz aniq mushaklarni, mishsalarni belgilab olamiz. Har bitta mishsani qotib qolmasligi uchun, juda ham bo'shashtirmaslik uchun mishsani to'g'ri foydalanishimiz kerak botoksdan. Bo'yin sohasi albatta qolishi kerak emas, negaki bo'yinni agar qoldirsak, yuz pastga tortadi. Buni yuzni tepaga tortish uchun albatta bo'yin sohasini ukol qilib chiqishimiz kerak va pastcha sohalarimizga ham ukol qilib chiqishimiz kerak. Mana ayniqsa mana shu sohalarimiz yuzimizda uchburchak chiroyli yosh ko'rinishi uchun biz pastki qismi bilan va bo'yin sohasi bilan albatta ishlashimiz shart. Preparatda har doim Dysport preparatini ishlataman. Hozirgi kunda Relatox ham qo'shilgan mani assortimentimga. Albatta sertifikatsiyasi o'tgan preparatlardan foydalanish kerak. Arzon garovga borib, o'zinglarni aldamanglar. Muolajamizni qilib bo'ldik. Bu muolajani 1 yilda 2 marta amalga oshirilsa, ajinlardan butkul xalos bo'lasiz. Bu videoni o'zini sevadigan va yosharib yuradigan ayollarga yuborib qo'yamiz.